Arkadaşlar bugün 25 Mart günü yani kıyamet izinim keldi Xudoga şükür. Uzatma. Biz ko'ramiz 6 oylikmi 1 yillik. 1 yilga taklif qilganman. Bismillah. 1 yilga deb topshirganman, ammo 6 oylik deganman, 1 yillikni ham endi qo'ydilar. Ko'plagi 6 oylik chiqibdi. Shansimizni sinab ko'ramiz birgalikda. Bu detayli dokument nima dokument deganimni yangi o'zgarishlar kiritilgan. O'shalarni birgalikda ko'ramiz. Taka yangisi. Bismillah. Tak. 8-oygacha. Yani 6 oylik bo'libdi dokument. Qo'y. 1 yil degan emas, 6 oylik ekan. 6 oydan keyin yana uzatma qilamiz. Neyse. Xudoga shukr, bundan dokumentimiz bor. Yangi o'zgarishlar kiritilgan. O'shalar batafsil ma'lumot berib o'tamiz. PTTdan endi qog'oz kerak bo'lar ekan. Uyingiz, adresingiz, xullas. Hammaga omad tilaymiz. Yangi kimliklar muborak bo'lsin.